Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrdonlar. Bugungi videomizni yaxshi ko'rsizlar. Bugun Nohiya shahrimiz Nihayat Xokak, ya'ni Partizanmiz. Partizan ko'p obunachilarimiz bor. Albatta bugun Kamoliddin akamizning nomidan albatta otalari va onalarining tug'ilgan kuni tavallud ayyomi bilan tabriklagani keldik. Do'stlar, ro'za Ramazon oyi hammamizga muborak bo'lsin. Mana shunday muborak oyda, muborak kunda ota-onalarini, yaqinlarini, opa-singlarini izlash bu juda ham katta savob deb o'ylayman. Oramizda bilasizlar, hozir mehr oqiba degan narsaga qolib boryapti. Mana shu ayiqlarimiz, pandalarimiz bugun oilaviy xursandchilik loyihamiz Kamoliddin akamizning xonadonida. Kimgadir qiziq bo'lsa, ekranda ko'rib turgan raqamlar bor. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. To'y marosimlar, tug'ilgan kunlar, mana shunday yo bo'lmasa ki radiodan chaqaloq olib chiqish xizmatlarini xizmat qilamiz do'stlar. Unda biz hozir qo'shni qo'yamiz. Hozir 67 yoshli otaxonni va 64 yoshli onaxonning tug'ilgan kuni bilan tabriklashga yo'lga chiqamiz. Belida belbog'i bor, otam bora, otam bor. Yuribmanda baxtiyor, otam bora, otam bor. Birovlardan kamim yo'q, tashvishim yo'q, g'amim yo'q, omadim bor, ko'nglim to'q. Otam bora, otam bor. Meni qiynalib boqqan, onajonimga yoqqan, hay yigitlardan ham chaqqon. Otam bora, otam bor. Qilgan har ishi savob, duolari mustajob, poyini qilay tavob. Otam bora, otam bor. Belida belbog'i bor, otam bora, otam bor. Yuribmanda baxtiyor, otam bora, otam bor. Yelkamda yuklarim ko'ptur onajon, meni anglaydigan yo'qtur onajon. Oyoqlaringizga boshimni qo'yay, sizdayin yaqin do'st yo'qtur onajon. Yelkamda yuklarim ko'ptur onajon, meni anglaydigan yo'qtur onajon. Oyoqlaringizga boshimni qo'yay, sizdayin yaqin do'st yo'qtur onajon. Omadim kelganda davrimni surdim, do'stu oshno deya yildim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim ketganda kimligin bildim. Kelsa sotarkan do'stu yolonlar, omading ketganda ketar janonlar. Yuzingga kuladu otan yomonlar, asl yuzini berkitar ba'zi odamlar. Fursat kelsa sotar do'stu yolonlar, omading ketganda ketar janonlar. Yuzingga kuladu otan yomonlar, asl yuzini berkitar ba'zi odamlar. Omadim kelganda davrimni surdim, do'stu oshno deya yildim yugurdim. Bugun salomimga alik olmaslar, omadim ketganda kimligin bildim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik, salomatlik yaxshimi? Ro'za Ramazon oyi muborak. Eng avvalo. Rahmat. Bizning oilaviy xursandchilik loyihamiz bugun sizni xonadoningizga tashrif buyurdi. Albatta musofirda, safarda yurgan o'g'lingiz Kamoliddin akamizning nomidan bugun mana shu ayiqlarimiz, pandalarimiz bugun sizlar xursandchiliklaringizda. Albatta shu o'g'illaringizning nomidan bitta ajoyib she'rlarimiz bor, qabul qilasiz. Undan oldin bitta o'zimizning tilaklarimiz, ilohim umrlaringiz uzoq bo'lsin, sihat salomat, hoji ota, hoji onalar bo'lib yuringizlar. Inshaalloh umrlaringiz ziyoda bo'lib, mana shu farzandlaringiz, qizlaringiz, nabiralaringizni yaxshiliklarini ko'rib yuring. Ilohim umrlaringiz uzoq bo'lib, mana shu hamisha xursandchilik xonadoningizdan ayrilmasin. Hamisha men tomonim, to'g'rilaydi yomonim, o'zimni qahramonim, hammadan zo'r sizladim. Baxtiyor yo'q menchalik, sizga qilay erkalik, suyansam tog' yelkalik, hammadan zo'r sizladim. Erkak bo'ldi, er bo'ldi, zoting toza sher bo'ldi, o'g'lim mendan zo'r bo'ldi, hammadan zo'r sizladim. Shiddat qo'shib shaxtimga, sulton bo'ling taxtimga, uzoq yashang baxtimga, hammadan zo'r sizladim.
bitta guldiroz qarsaklar bo'lsa, mana shu Ka'batullohni mana shu o'g'lingiz nomidan qabul qiling mana shu. Yana bitta ajoyib she'rlarimiz albatta Kamoliddin akamizning nomidan ko'rib turibdimi Kamoliddin aka? Kamoliddin akamizning nomidan mana siz uchun bog'i eram onamning guliga yeta olmaydi, sochlarimni silagan qo'liga yeta olmaydi. Agar dunyo boyliklari boshimdan sochsalar ham otamni topgan 3-4 so'm puliga yeta olmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham onamni bir og'iz keldingmi bolam degan tiliga yeta olmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz. Siz men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz, lekin meni desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarining baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq men baxtiyor inson, chunki meni baxtli qilib tuqqan onamsiz. Bitta guldiroz qarsaklar bilan jannatim onam gulini ham qabul qilasiz. Endi oxirgi she'rimiz ikkovlaringizga ham atalgan she'rlarimiz. Tunlari uxlamay bedor bo'lganim, men uchun kuyinib zor bo'lganim, hayot tashvishidan ozor ko'rganim, otamni, onamni asra Allohim. Ularning borligi davlatim, taxtim, quvonchim, shodligim, eng oliy baxtim, yelkamda ko'tarib haj qilish ahdim, otamni, onamni asra Allohim. Shay turib tun kun xizmatin qilay, yuzlarin silavon g'animat bilay, solih farzand bo'lib duosin olay, otamni, onamni asra Allohim. Gohida kech kelsam ko'zlari giryon, boshimda volidam parvonam har on, farzandim tinchmi deb o'ylaydi hamon. Otamni, onamni asra Allohim. Hayotim mazmuni yolg'izim ular, har neni xohlasam ko'zimdan bilar. Bizning erkamiz deb boshlarim silar, otamni, onamni asra Allohim. Bitta guldiroz qarsaklar bo'lsa, albatta mana shu tortlarimiz ham bugun sizlar uchun bu juda ham surpriz bo'lib tayyorlandi. Buni ochishga salgina yordam berasizlar. Kim bekor? Shuni ochishga yordam bering. Nima deb tuyini bor ekan? Keyin qiyin bo'lib qolmaydimi? Albatta buni ochib ko'rsatamiz. Buni ichida surpriz bo'lgan tortimiz. Bu juda ham chiroyli tayyorlanib kelgan, nasib bo'lsa chiroyli tayyorlangan. Hozir ro'za endi kechqurun nasib bo'lsa iftorlikda bemalol o'tirib oilaviy jam bo'lib nasib bo'lsa yesa. Ustini ochingizlar. Ustini oching. Mana kekama. Xursandmisizlar? Sog' bo'linglar. Endi ustini yopingda astagan olib borib qo'yasiz buni. Mana bu tortlarimiz ham shirinlik ramzi, hayotlaringiz shirin bo'lsin deb mana shu tort ham sizga. Hech qanday nima qilmaydi. Ana endi hozir qo'shiqni qo'yamiz, muzikani qo'yamiz, keyin o'yin kulgi. Hozir undan oldin bitta duo berasiz. Qarajon, rahmat. Nasib bo'lsa, endi nima bitta duo beringizlar, shoshmanglar. Bitta duo berasizlar. Sizlarning ham umrlaring uzoq bo'lsin, ishlaring doimo borardan olsin, vaqti xushlik bo'lsin. Doimo eson-omonlik bo'lsin. Allohu akbar. Xohlasin duo bering. Martabalaring ulug' bo'lsin. Qo'li qizlaring ko'p, martabalaring ulug', solihlaring baland bo'lsin. Nasib bo'lsa umrlaring uzoq yana yillarda ham yana xizmatda bo'linglar. Har yili inshaalloh nasib. Ro'za Ramazon oylarida sog' salomat o'ynab kulib hammamiz dunyo jitaylik. Allohu akbar. Bolajonimga ham umri uzoq bo'lsin, bog'im makkamisi. Dunyo turguncha tursin. Allohu akbar. Sog' bo'linglar. Ana endi qo'shiqni qo'yamiz. Janga dastu tu bandas shiori pomira masli palangas miori dil tu chashim janto kashangas vale sarim yodo khirmoni rangas shariki dil ha dil bari bala shohi tavalla shariki dil ha dil bari bala
یاری دل دو چشم چند و قشنگ است ولی سرم یاد و خیرمونی رنگ است شریک دل ها دل بری بالا شاه تولا شریک دل ها دل بری بالا شاه تولا جنگ دست تو بند است شیاری با میرم اصلی پلنگ است